Qora Bayer Lacetti kimdan? Sizdanmi? Yili nechi bu aka? 2013-yil. 1.8 mi 1.6 mi aka? 1.8 mi 1.6? Nimaga qilmaydi? Ha bizda sotilibdi, faqat arzonroq mashinalar sotilibdi. Realni arzonroq mashinalar sotilibdi. Farqi yo'q, aka, bizga real hayot. Real hayot. Bor kadrlar tushadi. Bizga negativ yozadiganlar ham, boshqalar ham kerak, farqi yo'q. Sizga o'xshagan gapiruvchilar ham kerak. Qizig'i yo'q. Kraskasi qancha buni aka? Mashkarat ko'pir. Yurgani qancha? 390. Hop, rul qo'yib qo'yishibdi, uzun ruldan boshqa. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiyami bu? 1. Narxi nechi pul? 5600. Real savdosi nechi pul bo'ldi aka? Ya misollar o'zimizda shaharda bo'lsa ham baho qilishdim. 56 aka ozgina barakasi bo'lib beramiz, tamom. Juda tonirovkasi yo'q. Ha, undan ozgina xolos ha. Ozgina barakasi. 5 bilan telefon qilsa bitmaydimi? Yo'q, 5000. 56 tonirovka. Yo misollar 5000 bilan telefon qilsa, yo'g'ini misol 100 so'm, 200 so'm bilan o'zingiz gaplashsangiz bo'lmaydi. 5000 bilan ishlatmaydi. Oxiri 5.5 mi? Yo'q. Aka endi 5.5 ming barakasiga o'tamiz bo'ldi, muammo yo'q. $5500 barakasiga o'tib berishar ekan, mejigar pulti bor. Generalni chiqadi ha. Nomeringizni kiritaylik. Aka, nomeringizni kiritmaylik. 77 7337 telefon qilasiz. $5500 barakasiga ozgina o'tib berishar ekan. Endi so'rash payli. Assalomu alaykum. Aka, Tinchmisiz? chachama turibsizmi? Sotibsiz-ku baribir shuni. Assalomu. O'zimiz sotdik-da. Assalomu alaykum. Hayır, hamasda ham o'zingiz sotasiz. Kubesda o'tib beraman dedim. Ha, hamasda ham o'zingiz sotasiz. Yo, e'lon bo'yicha telefon qilib turdi ham. Ha, yo'q, aka, arzonroq mashinalarni nima qildi? O'tgan hafta ham qo'ydi, hammasi qimmat mashinalar. Hammasi qimmat. Endi sekin qo'shilibdi odamlar, aka. Xudo xolasa. Kimga qanaqada? Endi 10 ming bo'libdi, aka, Instagramda. Kamda, endi 10 ming, realni kam. Nima chiqadi? Savdo dunyosi. Telegram. Yo, Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. YouTube'da katta video ketadi. Rossiya ko'radi. Shunaqa, bozoringni bersin. Xo'p, mayli. Yili necha ekan buni? Shep? 22. Avtomat. 2022-yil. Kraskasichi? Toza. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? O'zingiz mashinangizmi? Dehqonchilikmi yo tirikchilik? 4 ta bolalar zo'r holatda turibdi. 2022-yil Namanganda mashinasi. Generalni chiqadi? Beramiz aka, keyin bo'ladi. Keyin bo'ladi. Kraskasi top-toza. Yurgani qancha dedingiz? 139 ming. Bo'pti. Kraskasi top-toza. Narxi nechi pul? 9700 deyapsiz aka. Real savdosi bo'ldimi? Bo'ldi. Nechi pul bo'ldi? Qachon buni? Nechi pul qilishdi? 9200 ga kirdi. 9200 ga. Bermadingiz. Yo'q. 9200 yuqorisiga yurg'izamizmi? Tepada yuradi aka. Ya shu 700 dan ozmoz o'tib beramiz, ko'pam. 9000, ya siz mo'ljallangiz 9.5 ekanda. Endi mo'ljalga chiqmaydi. Ya endi shu mo'ljallangiz 9.5 ekanda, endi o'zmoz o'tib beramiz deganingizdan keyin. Haligi 9200 dan yuqorisiga bitiraylik, telefon qilsin, u yo'g'ini gaplashaverasiz. Ha? $9200 bilan telefon qilasiz. Balki 50 so'mdir, balki 100 so'mdir, balki 9.5 ga bitar, bilmaymiz. Yo'g'ini qo'llarim bilan ushlab turib bering desangiz keyin bitadi. To'g'rimi? Telefoningizni kiritaylik. 50lik 701 72 12. Generalni chiqadi 2022 139 ming yurgan. O'zingiz bersin. Sog' bo'lasiz. Mokri asfalt kimdan bu bilmaysiz-da buni. Buni egasi yo'qmi? Bu ham sizdanmi? Mexanika. Puli qulayroqmi? Puli
Men o'zi boshida pulini so'rab oladigan bo'lib qolayman shekilli oxiri. Bular aka 5900 o'tib Realniy savdosi necha pul bo'ldi? 5 dan tepada. Yo'q, ma'lumotlarni nima qilyapmiz? 5 dan tepadan. 5 dan tepasiga yurg'izamizmi? Shunaqami? 5000 dollar bilan telefon qilsangiz yurg'izamiz. 2015. 2015 mokri asfalt. Hop, 4 ta bolalarning holatlari yaxshi. Mexanika korobka, kraskasi-chi? Kraskasi kapot kirilsa kraskasi. Kapot kirilsa, strashniy udari yo'q. Strashniy udari yo'q. Yurgani 361 ming yurgan ekan. 5000 dollar mana bo'lar ekan-ku. 9000, 10000 dollarlik Cobalt deb nima qiladi? Ikkinchi pozitsiya metani bor, tayyor holatda, strashniy holatda nimasi yo'q, udari yo'q. Chexoli bor. Sal qarab oladigan poliglari bor. Mana bu poliglarni ham qilib qo'yishibdi, solgandan keyin linoleumlarni. 5000 dollar plusga inshaalloh bosib olsangiz bo'ladi. 4 ta yangigina bolalar ha. Gen chiqadi. Generalniy chiqadi. Nomeringizni bitta takrorlaylik. Bu mashina sotamiz, xudo xolasa. 50lik 701 72 12. Qarang. 5000 plusga 9200 plusga telefon qiling. Ukamiz Cobalt bilan shug'ullanadi. Ha? Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Savdo dunyosida YouTube'da ham, Instagram'da ham chiqadi. Ba'zi bir dehqonlar o'zi ishtaha to'g'ri cho'g'gan bo'ladi-da. Mashina purish 50 so'm 100 so'm qo'ysa sotaveradi. Xo'p. Mexanika qarab. Kimdan bu? Sizdanmi? Yili nechi bu? 15. Kim? Assalomu alaykum. Bizga bolalarni qo'yib qo'yishibdi, bolalarning holatlari yaxshi. Dehqonchilikmi? Generalniy chiqadi aka? Faqat oformutga. Shart oformut. Hop, Namanganning mashinasi yurgani qancha edi? Yurgani 416 ming. 416 ming. 2015-yil. Kraskasi-chi? Narkirlar bor. Strashniy. Ha. Sotildimi? Necha pul bo'ldi? 6100 dollar sotibsiz. 6100 dollar sotilibdi. Befoyda ma'lumotlarni aytganimiz aka. Ha, shunday. Pulingizga baraka bersin. Lasetti'miz 2006-yil ha? Koreyskiy variant. Birinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiya 2 motor bo'ladi. 2 motor bo'ladi. Ya'ni bu degani ekonomishni deganimi? Ha. Rasxod ko'proq bo'ladi, motor kuchli bo'ladi. Ha. Ana 1.6 1.8 emas u, 2 motor. Motor korobka hadovoylarda hech qanaqa ishi yo'qmi? Sozmi? Ishlab turganmi? Cheki, poliglari bor, chexollari bor. 4 ta bolalarning holatlari o'rtadan ikkita oldi sal xaparoqgana balon. Ikkita oldiga balon qo'yib yurish kerak ekan. Kraskasi-chi? Krilloda bor. Ikkita krilloda bor. Oldidami? Strashniy kaltaga yo'q. Udari yo'q. O'zingiznikimi shuni? Dehqonchiligimi? Namanganning mashinasi generalniy chiqadi. Nech pul narx? 4,5 ming yaqin gaplashamiz. Realniy savdosi bo'ldimi? Realniy bo'ldi. Nech pul? 3800 ga bermadim. 3800 dollarga bermadingiz. 3800 dollardan o'tsa beramizmi? Ha, o'tsa beradi, 3800 dollardan o'tsa, xudo xolasa, yurg'izamiz. Motorlari 2 boshqacha bo'lar ekan, ko'rinishi ham. O'sha motori bu yerda almashmagan bu. Yo'q, o'zini motori. Radno o'zini motorlarida, hadovoylarda hech qanaqa ishi yo'q. 3800 dedimi? 3800 dollar realniy savdosi bo'lgan. 3800 dollar plusga, xudo xolasa, yurg'izamiz. Generalniy chiqadi. Yurgani qancha edi? Yurgani 1666 1 million. Ha.
166 ming. Yurmay, shu realni yurgan ashimi? Ha, aylanmagan. Aylanmagan. Yo'q, qaraver. Любой проверкаga rozisiz. Ha? Любой проверкаga rozi ekanlar. 166 ming yurgan ekan. Bu janavarni kranda, haligi ikkitalik kranda ko'tarib qo'yishgan ekan. Real savdosi 3800 dollar plyusga. Nomeringizni kiritaylik ukan. Nomeringizni 94lik 918 918 40 qarang 166 ming 2006-yil bo'lgani bilan yurmagan mashina ekan. Ozgina tashqilariga ikkita balon qo'yib yuboradigan holatda. Buni gazi bor-a, metan gaz? Metan gaz bor. Ekan bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Nexia 3 avtomat korobka siznikimi? Bu Cobalt'dan siznikida? 21. Bu 21. 113 mingdan tekrarlov kraska. 113 ming yurgan, bitta kirloda kraskasi bor. Yaxshi chexoldan to'q qo'yishibdi, egakor kovliklari bor, tez monitorlari bor, Mers deflektorlari bor, gazlari bor. Yangi Cobalt'ni diska balon qo'yib qo'yishibdi, diskasini. Archa balonlar sal xaparoq ekan, qo'yib kerak ekan 4 ta balon. Generalni chiqadi, xudo xolasa Namanganning mashinasi. Ama shu kirlolargacha shumka bo'lgan. Tonna shumka ekan, u jonivar. Top bo'lib turgan ekan. Narxi nechi pul? Narx 8,5 ming kam bo'ldi. Biz Real savdosi nechi pul bo'ldi? real savdosi 78 qildi. Bermadingiz. 7800 dollardan yuqorisiga beramiz. Shunaqa? 8-chi deb beradi. Ha, 7800 bilan telefon qilishingiz-chi, u yo'qni o'zingiz gaplashasiz-da. Ha, o'zingiz gaplashasiz. Qarang. Bu yerlargacha shumka qilib qo'yishibdi. Nihoyatda chiroyli, bosib o'radigan mejigar pullari bor. Tayyor, hech qanaqa xarajati yo'q. Shuna generalni qilasiz, 100 so'm bilan yo'g'i bosib o'raveradigan. Nomeringizni kiritaylik. 94lik. 94lik 399 399 38 38. Cobalt'ingizda ma'lumotini beraylik. Shu Cobalt ham 22 dedingizmi? 22. Kraskasi toza. Yo'q, kraskasi e'tibetlarda bor yollarda. Ha, yo'q, strashniy. Strashniy kaltaga yo'q. 10% ga kiradim kraskasi, yo'q 20%. 20%, 30%. Avtomat korobka, poliglari bor, chexollari bor. Monitorlarni qo'yib qo'yishibdi, test monitorlarini, salon holatlarini ko'rsating. Buni balonlarning holatlari o'rta. Yurgani qancha edi? Yurgani? 134 ming. Gen chiqadi? Gen chiqadi. 2022-yil 134 ming yurgan, xudo xolasa, gazlari bor, tayyor holatda Cobalt'imiz. Bu gazi? Bu benzin ekan bu, shef. Gaz o'rnamagan ekan. Diskasini yangi qo'yib qo'yilgan. Benzin holatda ekan. Joningdan. Narxi nechi pul? Narxi 8,5 ming. 8,5 ming. Real savdosi nechi pul bo'ldi? 82 ga bermadingizmi? O'zi kelishtirib aytib qo'yibsiz-da, magazin narxini aytib qo'yibsiz-da. 8500 dollar deb. To'g'rimi? O'tib beramiz barakasi. Barakasiga o'tib berasizmi? 8200 dollar plyusga qo'yamiz. Iloji yo'q. Xo'p desangiz, telefon qilishadi. Bitta takrorlaylik, To'mir. 94lik. 94lik 399 399 38. Xohlovchilarga Cobalt 22, xohlovchilarga Nexia 3 21 avtomat korobka. Ikkalasi ham. Bosib o'ring, narxini chiroyli qilib beradilar. Ukam, bozoringiz bersin. Biz menimcha endi bugun sal ko'pchilik qo'pol qilib gapirganda ishtaha to'g'ri bo'lgan ekan shekilli, bilmayman. 12 mi? Ha? Besplatni? Pozitsiya nechi buni? 3-pozitsiya. Mexanikami? Mexanika. Kraskasi-chi? Petnosi? Ha, shu. Ha, shu yer uchida petnos bor, bagaj uchida. Premier. Propan gazi bor. 4 ta balonlarning holatlari o'rta.
Kraskasi, petnosi bor. Namangandan mashinasi. Keyin chiqadi. Ha, genial. Ha, mana bu yerda ham o'zining sara penisi bor ekan. Ha, sara penisi bor ekan. Generallar chiqadi. Narxi nechi bu? 10 ming kelishtirib beramiz. Endi men 12si to'g'risiga narxini o'zini realni bilmayman. Bilmayman degan narsani misolaligi bilmayslik ayb emas. Aybga buyurmaysiz, Xudo xolasa. Yurgani qancha dedingiz? 113 ming yurgan ekan. Xudo xolasa. Konditsioneri bor buni. Ishlab turgan, hamma joyda ishlab turgan. Soz. Real savdosi necha pul bo'ldi? 8,5. 8,5 bermadingiz. 8500 dollarga ustiga yursa beramiz. Ustiga yursa beramiz. To'g'rimi? 9dan o'tsa. Yo'q, 8500 dollarda ustiga yuradi. 100 dollardir, 200 dollardir. Balki 9 ga sotarsiz. Qo'lingizni ushamagungacha hech kim baribir telefonda turib olmaydi-ku, baribir ko'radi mashinangizni kelib, boshqa qiladi. U yog'ini o'zingiz gaplashaverasiz. To'g'rimi? Telefoningizni kiritaylik. 77lik 77lik 503 503 27 97. 27 97 Namanganda mashinasi generalni chiqadi. General O'zingizniki. o'zimizni. Dehqonchilik ekan, qarang, 8500 dollardan o'tsa 12 dan beramiz. Bozoringiz bersin. Okey?